Salom do'stlar, ITUZ kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Pixipol saytida ishlab pul topishni o'rgataman. Videodan boshlash uchun ITUZ kanaliga podpiska tashlab qo'yasizlar, like, kommentariy yozib qoldirishlarini iltimos qilib so'rab qolaman. Google ochamiz. Chrome, Google farqi yo'q. Va bizga VPN kerak bo'ladi. VPN hozircha olmay turamiz. Pixipol mana ko'rib turganingizda mana kirganimizda mana shunday oyna ochiladi. Birinchi kirganingizda ro'yxatdan o'tishni boshlaysizlar. Agar keyinchalik уже ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin kirish tugmachasini bosishdan oldin mana VPN'imizni yoqib olamiz. VPN qayerdan olaman desanglar, internetga yozsanglar VPN topiladi. Kirish bosamiz biza. Уже bizda tayyor akkaunt ochilgan. Tizimni kiritamiz. Va bizlarda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda nima qilamiz? Mana shu savollarga javob beramiz. Men уже bitta donasini ishlab qo'ydim. Birinchi savollar qanday ishlab ko'rishinglarni men ko'rsataman. Va ko'k tugmacha chiqadi. Keyin mana shu savollar chiqadi. Biza shu savollarga javob berganimizdan keyin mana shu tugmachani bossangiz уже pul beradi. Menda $87 bor. Endi buni qanday chiqaraman desangizlar, shu men profilda tugmachasiga bosasizlar. Naqd pul chiqarish joyini bosasizlar. O'zingizga qulay bo'lgan yo'lni tanlaysizlar. Har xil turdagi chiqarish yo'llari bor. Va uni necha dollar bo'lgandan keyin chiqara olasiz. Mana deylik bank o'tkazmasi deb tanlaymiz. Hali menda $87 bor. $100 dan $200gacha chiqara olasizlar. Menda hali $100 bo'lgani yo'q. Keyin $100 bo'lgandan keyin ikkinchi qismini sizlarga chiqaraman. Ya'ni pul chiqarish yo'nalishini qanday chiqaradi. Va bu yerda o'zingizga qulay bo'lgan tillarni tanlab olasizlar. Ruscha, inglizcha va undan ortiq tillarni tanlashingiz mumkin. Agar shu tillarni, mashdagi tillarni tushunmasanglar, mana bunaqa ikonka bor. Ikonkada mana shu nastroykalardan to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Bundan chiqarib o'tgan maqsadim sizlarga qo'shimcha daromad bo'lishi uchun sizlarga yo'naldim. Va sizlarga yana bitta bonus bor. Kontent yaratuvchi bo'limiga o'tsanglar, bu yerda har xil vazifalar bajarib ham $30 dan pul olsangizlar mumkin. TikTokga mana davom etish misol.
Bu yerda o'zingiz video joylaysiz, o'zingizni shu qo'ygan videongizni ссылкасы, urg'u manzili, nomi, videoga nima deb nom qo'ygan bo'lsanglar, shuni yozasizlar. Tavsiyangizni qo'shib turib, bu yerda ham pul qo'shimcha ishlasanglar bo'ladi. Hammasi mana shu hisobingizga tushadi. Boshlanishida ko'proq beradi, o'sha keyin maydalab kamayib boradi. Menda уже kamaygani mana shu sent bo'lgan. 0.03 sent, 0.14 sent shungacha borgan. Shu vazifalarni bajarib bo'lganingizdan keyin shu har doimdek hisobingizga tushadi. Bularni ertalabki turda yana qayta ekraningizga, monitoringizga yangi savollar tushadi va yana davom etasiz. Shu har kungi sistemani savollarga javob berish bo'ldi. Ertalabki saharga to'rdan kechqurungacha ishlasanglar bo'ladi. Уже savollarni bajarib bo'lganingizdan keyin уже 1 soat 2 soatdan keyin emas, har kuni, har bir sutkada 5 ta 6 ta savol beradi va ularni ishlab turib mana shu balanslarga tushirasizlar. Pexibol sayti yoqqan bo'lsa, yana bir eslatma, Idea.uz kanaliga obuna bo'ling, like qo'yish esdan chiqmasin.